barcha qilayotgan ishlarimiz, islohotlar deymiz, harakatlar deymiz, tashvishlar deymiz, qancha qiyinchiliklar boshimizdan kechiramiz. Hammasi nima uchun? Kim uchun? Inson uchun, millat uchun. Yana bitta narsa, kelajagimiz uchun. Minnat qilmas beminnatim, qadringizni goho bilib, goh bilmadim. Volidamning suyangani ey qimmatim. Yana bir bor sochim mayda uring otam, baxtimizga doimo sog' bo'ling otam. Yana bir bor sochim mayda uring otam, baxtimizga doimo sog' bo'ling otam. Goh onam, goh singlim ham otamsiz, olam ichra mehribonim bir olamsiz. Bu dunyoda men suyangan